Oyimlarga 5 ta noqulay savol beramiz. Birinchi savol. Mendan voz kechib yuborish yoki ko'r bo'lish? Astag'firulloh. Tanlang. Men sendan voz kechaman, ili ko'r bo'laman. Da. Qo'y, bunaqa savollarni, Ayting. voy bilmadim. O'ylab ko'ring. Yo'q, o'ylamayman. Ayting. Xudo saqlasin. Bitta variant tanlashingiz kerak. Sendan kechaveraman. Meni hamma sirlarimni bilish yoki men sizni hamma sirlaringizni bilaman. Men sendan bekitadigan sirlarim yo'q. Sening sirlaring menga qiziq, так что senikini bilish. Мне это не нравится, мне это. Mало ли что тебе не нравится. Nima tanlagan bo'lardingiz? Men ko'p so'kinishim yoki men chekishim? Sen taki hozir ko'p so'kinasan, так что То есть men ko'p so'kinishim chekishdan ko'ra. Все, xo'p.